23 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampning muzokaralari bo'lib o'tdi. Uchrashuv BMT bosh qarorgohida tashkilot bosh assambleyasining 80-yubiley sessiyasi doirasida bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, Mirziyoyevning Amerikaga safari O'zbekistondagi mahalliy nashrlar tomonidan juda faol yoritildi. Ularning ayrimlarida Mirziyoyev nuqtaga urgani, Trampning ko'ngliga yo'l topgani haqida maqola chop etildi. Chunonchi Mirziyoyev Nyu-Yorkka tashrifi davomida Amerikaning yirik kompaniyalari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazgani va umumiy hisobda 105 milliard dollarlik loyihalarni muhokama qilgani haqida xabar berildi. Jumladan Tramp Shavkat Mirziyoyevning Boeing kompaniyasi bilan tuzgan 8 milliard dollarlik shartnomasini olqishlab, Truth sotsial tarmog'ida post qoldirdi va Mirziyoyevni bir so'zli odam deb maqtadi. Mirziyoyev va Tramp uchrashuvi davomida ham ikkovlon bir-birini maqtovga ko'mib tashlashdi. Tramp Mirziyoyevni buyuk yetakchi degan bo'lsa, Mirziyoyev Trampga qarata: Я еще раз хочу вас поздравить, что вот все конфликты, 7 конфликтов вы прекратили. Особенно самое главное для нашего региона между Азербайджаном и Арменией вы конфликты решили. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим и будем говорить. AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor esa Shavkat Mirziyoyevga endi u uchun Oq uyga to'g'ridan-to'g'ri murojaat yo'li ochiq ekanini ma'lum qildi. Ehtimol bu tashrif davomidagi shartnomalar shaxsan Mirziyoyev va uning hokimiyati uchun muvaffaqiyat va yutuq sifatida ko'rilayotgan bo'lishi mumkindir. Biroq musulmon xalqimiz uchun bundan biror yaxshilik alomati ko'rinmayapti. Chunki kelishuvlar AQSh tomoni foydasini ko'zlab tuzilgani shundoq ayon bo'lib turibdi. Buni Trampning bularda neft va pul ko'p degan gapidan ham anglash qiyin emas. Shuningdek, Tramp iqtidorga kelganidan ozgina o'tib, Saudiya, Birlashgan Arab Amirligi va Qatarga safar uyushtirib, u yerlarda bir necha trillion mablag'ni olib chiqib ketganiga qaramay, yaqindagina Qatarga Yahudiy vujudi tomonidan qilingan avia zarbalarni yodga olib o'tmoq naqadar o'rinlidir. Shunday ekan, Mirziyoyevga o'xshagan islomiy yurtlar hukmdorlari Yahudiy vujudini G'azodagi vahshiyona qirg'inlari bilan birga himoya qilayotgan Tramp oldida kuch-qudrat, azizlik izlashni o'ziga or bilmay, balki faxr va maqtovga sazovor ish sifatida ko'rsatishdan tortinmayotgani afsuski o'ta achinarli holdir. Ularning hokimiyati o'zlarining musulmon xalqlariga emas, Amerikaga o'xshagan mustamlakachi davlatlar berayotgan va'da va kafolatlariga tayanmoqda. Binobarin bunday zolim boshqaruvlarning taqdiri doim qil ustida turadi va yaqin kunlarda Allohning izni ila tarix axlatxonasiga uloqtiriladi. Haqiqiy kuch-qudrat va azizlik esa yolg'iz Allohdandir va u buni loyiq bo'lgan bandasiga beradi. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadilar. Ular o'sha kofirlar oldidan kuch-qudrat izlaydilarmi? Ovvora bo'ladilar. Zero bor kuch-qudrat Allohnikidir.